Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana milliy sertifikatlar ham bugun oxirgi kun tugab qoldi. Endi katta ehtimol bilan kimdir darajasidan norozi yoki norozi deganimiz yaxshi o'qimaganligini bildi va harakat qilsa olish kerak ekanligini ham tushunyapti. Agar yo'nalishingizda matematika yuqoriroq ball bilan kirish imkoniyati paydo bo'lsa va sizning sertifikatingiz unga yetmasa, shunda yozuv bilan tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, hozir mana shu C+ yoki C daraja olgan yoki umuman bilim darajasi masalan progressiyagacha yaxshi bo'lgan o'quvchilar yozuv bilan o'qimoqchi bo'lsa, katta ehtimol bilan ko'p ustozlar yozda to'xtatadi. Mana shu narsalarni o'ylab, menga o'zimga ko'p murojaatlar bo'lganligi uchun ustoz guruhingiz bormi, men falon darajadaman degan ko'p yozishganlar bor. Shu narsalarni hammasini o'ylab, xudo xolasa yaqinda mana kurs yangi guruh ochamiz. Dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 2 dan 5 gacha. Va buni eng katta plyusi bu hamma mavzu o'tib beriladi va sizning darajangiz mok darajaga chiqariladi. Kamida xohlagan bir mokdan shu 40 dan ziyod 45 va 50 tagacha ishlash atrofidagi bilimlar beriladi. Bu narsani hammasini reja qilib, reja asosida shu yozuv bilan xudo xolasa yozda juda ko'p o'tamiz. Har bitta muammo osondan qiyingacha bo'lgan narsalarni yozuv bo'yi ishlab ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa keladigan o'sha sentyabrda yo oktyabrda bo'ladigan milliy sertifikatda kamida A darajada oladigan bitta guruh ochamiz. Mana shu guruhga agar qiziqqanlar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Manzilimiz 1-sonli akademik litseyda. O'zim o'sha yerda ishlayman. Shaxsan o'zim dars o'taman. Natija xudo xolasa kafolatlangan bo'ladi. Hammaga rahmat.